Mana shu ish joyim. To'g'rida semon zavodim bor. Ha. Semon zavodi ham senikimi? Bu ham meniki. Kirsa bo'ladimi zavodga? Bemalol. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Va alaykum Mana assalom. bir ko'raylikchi. Siz kiravering. Yaxshimisiz aka? Tuzukmisan? Ha. Najot ushashibdimi? Ha, ushashibdi. Rostdanmi? Pulingizni u olgan ekanmi? Tan oldimi? Tan oldi. Endi 4-5 yilga ketadi. Ha. Pulingizni nima qildingiz? Qaytarib oldingizmi? Ishlatmabdimi ish qilib? Yo'q. Qaytardim. Ha, yaxshi. Arizani nima qilasiz? Qaytarib olasizmi? O'g'irlik qilgani uchun yonidagi sheriklar bilan qo'shib qamashar ekan. Ha, sheriklari ham bor ekanmi? Sheriklari ham bor ekan. Hali ularni menimcha tergovga chaqirishmadi. Bilasan-ku, ular qonni uzun tashab qo'yib ish qilishadi. Sheriklari qochib qutula olmaydi. Ha, shunaqa. Mashinani yaxshi yuvib qo'yibsan, ha? Ha, yuvib qo'ygandim bugun. Ali qayerda? Ali shu yerda edi. Yaxshi. Qilyapsan ishlarni? Ha, qilyapman. Yaxshi. Bo'ldi. Analizlarni hammasini topshirib chiqdim. Javobi ertaga chiqar. Yaxshi. Laylini oldiga kirasizmi? Hozir kirmayman. Qizim mendan xafa. Ertaga analiz javoblari chiqsa, keyin kiraman yorug' yuz bilan. Agar javoblar to'g'ri kelmasa nima qilasiz? Ketishimdan oldin qizimni oldiga kirib ketaman. Yaxshi. Bo'lmasa menga ruxsat. Mana bu pulni oling-da. Ko'chada restoran bor. Ovqatlanib oling. Bu qanaqasi bo'ldi axir? Ikkalamiz birga chiqib bundoq tanishib, gaplashib o'tirmaymizmi? Ulguramiz hali. Xo'p. Laylini o'zini yolg'iz qoldirganman. Yoniga chiqmasam bo'lmaydi. Mayli. Rahmat senga. Qizim senga omonat. Maraz. Shirin bola, shakar bola, toy bola. Toychog'i bo'lib chopib yurgan toy bola. Shirin bola, shakar bola, toy bola. Uyimizda kelin bo'lgan boy bola, kelin bola. Tortmon och. Pul berasizmi? Och. Qaysi birini? Ikkinchi tortmon och. Ana o'sha yerda naski bor, ko'rdingmi? Shani olib ber. Men endi naski kiydirmayman. Xo'p. Yuvmayman ham. O'zingiz yuvasiz endi. Kimga yetaman endi? Erkaligimni senga yetaman deydi. Oyingizga yeting. Oyingiz kiydiradilar. Oyim meni xotinim emas-ku, Shaydo. Siz meni o'g'lim emassiz. Erimsiz. Xo'p, meni xotinimsan-ku? Meni akam sizga naskingizni kiydirish uchun bermaganlar. Xo'p, nima uchun berganlar? Men akamga aytsam, meni xo'rayotganingizda. 2 daqiqaga ham bu yerda qoldirmaydilar. Xo'p, Shaydo. Men ko'taryapman-ku erkaliklaringni. Men ko'tarmayman siznikini. Bo'lmasam,
yana keyingi qo'ng'iroq qilaman. Hoy, kerak bo'lsa katta xolingizga qiling. Akam bilsinlar. Nima qilayotganingizni. Allo, assalomu alaykum. Aka, tuzukmisiz? Rahmat. Xudoga shukr, uchilar yaxshimi? Bezovta qilmadimmi aka? Yo'q, yaxshi. Mana erkatoy singizni yana qiluvlari chiqyapti-da aka. Naski haqida ayting. Hozir jim turgin. Ha, shunaqa aka. Har doimgidek emas. Qalay bo'lar ekan? Yolg'onchi. Qo'rqdingmi? Yo'q, akam bilan salomlashmoqchi edim. Akamga do'qiz yetmaydi telefon qilgani. Qo'rqdingmi? Qo'rqmadim. Xo'p, Shaydo, meni yaxshi ko'rasanmi? Boring. Shaydo. Namuncha ro'molingni lo'lilarga o'xshab o'rab olgansan? Lo'lilarga o'xshab emas. Lo'liligim esidan chiqib qopti shekilli. Men lo'liman. Yarashibdi. Bilaman. Qani tush. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum doda. Va alaykum assalom. Habib 5 minutga kirgin. Poyini ko'rib ketgin. Uyga kelding-ku. Yo'q, ko'rdingiz-u ishlarim ko'p. Yana kelaman. Mayli. Men qara. Dorilaringni ichib turgin, xo'pmi? Keyin qo'ng'iroq qilib xabar olib tur bizdan. Xo'p, bo'pti, rahmat. Mayli. Sen qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. To'xting. Sizda gapim bor edi. Nima gap? Arizangizni qaytib oling. Qanaqa ariza? Najot ustidan yozgan arizangiz. Men ariza yozmayman. Bo'lmasa davomi yo'q deb yozib bering. Najotda ishi yengillashadi. Yaxshi. Faqat bitta shartim bor. Nima shart? Borib oyimdan uzr so'raysan. Bo'ldi, xo'p. Bitta shumi? Qachon borish kerak? Bugun borib so'raymi? Qancha tez borib so'rasang, shuncha tez borib davomi yo'q deb yozib beraman. Kelishdik. Yaxshi. Doda. Buva, telefoningiz jing'illayapti. Ha? Telefoningiz jing'illayapti. Hozir. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Telefonni egasi doda kerak edilar. Ha, kim bu? Kim so'rayapti? Kasalxonadan hamshiraman. Kasalxonadan? Ha? Tinchlikmi? Doda qochib ketibdilar. Obedda ukollari bor edi. Aha. Kelsam, xonada yo'qlar. Yo'q, shoshmang. Adashyapsiz. Ular o'g'lilarini oldilariga ketgan edilar. Ularda ukol nima qiladi, singlim? Yo'q. Dodani qon bosimlari kecha 180 ga chiqib ketdi. O'g'illari bilan birga bitta baldada yotib lecheniya olayotgandilar. Obedda ukollari bor edi, soat 1 da. O'sha ukollarni olmasdan qochib ketishibdi. O'g'illari ham, dodai ham yo'qlar, ko'chalarni ham qaradim. Shunga xavotir olib telefon qilayotgandim. Voy, shoshmang, adashmayapsizmi? Voy, tavba qildim. Yo'q, kasalxonani ham pulini to'lamasdan ketishibdi. Voy, singlim, hozir hammasini to'g'rilayman. Xo'p, xabar berarsiz. Nevaramni yubораman hozir. Xo'p, yaxshi. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Xafa bo'lmang. Rahmat. Ha, tinchlikmi? Mana bu yerga o'tiring. Iye, nimaga? O'tiring. Iye. Yana generalliging tutdimi?
qani bolam, sen bora qol. Xo'sh, nima gap? Ha, Xo'sh. Endi menga ayting, nimaga больницаdan qochib keldingiz? men qochganim yo'q. Davlengizni unda oshirib, Ha, davleniyam oshgandi. hop, oshibdi. Hali hushimdan ozgina ketdim xolos. Qarang-a, hushingizdan ham ketdingizmi hali? Yo'q, endi men bilmayman. Nima bo'lganini bilmayman. Qarasam ukol qilyapti xolos. Bo'lgan voqea shu. Yo'q, nimaga siz bunaqa qilasiz, a? Nimaga o'zingiz to'g'rida hech ham bunda o'ylamaysiz, a? Bu nimasi? Yaqinda o'zingiz kasal bo'lib chiqdingiz. Endi hozir o'zingizcha, o'zingiz bilgancha borib, o'g'limga qarayman, o'tiraman deb davlengizni oshirib, ukollar qilib, yana qochib kelganingizga o'ylayman. Men qochib Pulini kelganim ham yo'q. to'lamabsiz. Voy. Jak chiroyli ish qildingiz. Qizim, Zakira. Zakira. Labi doda. Bolam, bu yoqqa qara. Yotoqxonamda kostyumim cho'ntagida kartochkam bor. Shuni olib, yugurib больницаga borib, pulini to'lab kelgin. Zahira, menga qara, baraka topkir. Oldin tonometrni olib chiq. Bularni davleniyalarini o'lchaysan, keyin borib pulini to'lab kelasan. Davleniyam yaxshi. Yo. O'lchaydi. Nima bo'ldi buvi? Zakira, bunichi tarixi juda uzun bo'lib ketdi. Qara, dodayni qilgan ishlarini keyin gapirib beraman. 180 ga chiqib ketgan ekan davleniyalari. Yana hushlaridan ketib, yana ukollar qildirib, qochib ketibdilar. Ana, bo'lgan voqea. Nimaga unaqa qilasiz? O'zi qaysi yaramas bu gaplarni senga aytdi? Aytgan menga, men borib o'ldiraman o'shani. Menga qarang, doda, meni qulog'imga hamma narsa yetib keladi. Siz o'zingiz aytgansiz. Xo'p, menga qara. Davleniyam oshgan bo'lsa, men senga qo'ng'iroq qilib aytishim kerakmi endi? Xotin, davleniyam oshdi. Ha? Shunday deyishim kerakmi? Nima foyda bo'ladi shundan? Bu Men uni gapirayotganim yo'q sizga. Qochib kelmang deyapman. O'tiring dedi, men borardim oldingizga. Mayli, bo'lar ish bo'ldi. Hammasi joyida. Doda, Hammasi yaxshi bo'ldi. Nimaga unaqa qildingiz? Bo'ldi. Ayb ish qildim-da endi. Obke, o'lchaylik davleniyalarini. Yaxshiman, Xudoga shukr. Mazam ham yaxshi. Xohlasang o'yinga tushib beraman. Men hozir childirmasin chalib turaman. Mayli. Voy, doda, buvi. Ajoyibsizlar. Urushsanglar ham chiroyli urishasizlar. Judayam. Biz shunaqa tarbiya olganmiz-da. Shunaqangi tarbiya bu muhabbatimiz o'sha Alisher Navoiyning qahramonlariga o'xshaydi. Chunki biz o'sha kitoblarni o'qiganmiz. Yaxshi, mana endi vaqt o'tkazmagin sen ham. Tushunib turibman-ku. Davleniyam bo'lsa men sezaman. Xo'p, hozir. Hammasi yaxshi hozir. 30 yoshli yigitni davleniyasi deyman. Voy xudoyim. Buvi, dorilarni ichyaptilarmi? Qaydam endi? Ichyapman. Men dorilarini beraman o'z vaqtida. To'g'ri. Endi tepalarda turib, ichirib ketishimga to'g'ri keladi. Ichyapman. Shunaqa? Bismillahirrohmanirrohim deb qani. Doda? Nechi? 140 ga 110. Endi bu haligi 180 edi. Bu nima? Nima deganingiz bu? Shunaqa bo'ldi-da endi. Bo'ldi, hozir kapelnitsa qilib qo'yaman. Yo'q, kerak emas. Jonimga tegdi bu kapelnitsalaring. Hammasi jonimga tegdi. Kerak emas deyapman senga. Bo'ldi qil. Hozir joyiza tayinlayman. Yo'q, qilmasa bo'lmaydi. Shoshma, o'sha больницаga borib, o'sha odamni topaman senga qo'ng'iroq qilganni. Ularning haqqi yo'q. Kasalni istoriyasini aytishga. Menga qarang. Agar o'g'lingiz bilsa, u ham juda qattiq xafa bo'ladi. Bildingizmi? Nima qilasiz? O'g'ling axir o'zim bilan qochib ketdi-ku. Birga qochdik-ku. Sevinch? Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yaxshi. Qayerdasan? Ishda.
lo'lilarni sen jo'natdingmi? Borishdimi? Kelishdi. Nima dedingiz? Yo'q dedim. Nimaga? Meni lo'liga beradigan qizim yo'q. Aqlingni yig'ib qaytib kelasan deb o'yladim. Qaytib bormayman. Aqlimni ham yig'ib oldim. Bo'lmaydi lo'li. Siz aytayotgan o'sha lo'lilar sizni topgan kuyovingizdan yaxshiroq. Nimalar deyapsan? Bular meni ko'chaga haydagani yo'q. Doriga o'tkazib qo'ygani yo'q. Siz xohlasangiz, xohlamasangiz o'shanga tegaman. Bilganingni qil. Tushundingmi? Men seni to'yingga bormayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingizmi? Kecha nimaga uyga kelmadingiz? Nega telefon qilmading? Qildim. Siz ko'tarmadingiz. Keyin o'chirib qo'ydingiz. Kecha bitta qiz bilan tanishdim. To'g'rirog'i Margoni dugonasi ekan. Nima, Margo qaytib keldimi? Qaytib kelmadi. Meni chaqiryapti. Qayerga chaqiryapti? Turkiyaga. Sizchi? Boraman dedim. Shunga sen bilan xayrlashgani keldim. Ha, yaxshi borib keling. Bugun meni uyimga sizlarni uyingizdan sovchilar bordi. Shunaqami? Nega mendan so'rashmabdi? Bilmasam. Nima qidiryapsan? Shu yerda bitta dumaloq narsa bor edi. Mana topdim. Nima bu? Sizni qo'lingizga uzuk. Nima qilaman buni? Endi siz menga uzuk taqmagandan keyin men sizga taqib qo'ymoqchiman. Menga turmushga chiqishga rozimisiz? Knopkasi bor ekan, bossa yugurib kelasanmi shunda? Bossa yugurib kelmayman. Men o'zimdagi knopkani bossam, sizni qayerdaligingizni aytadi. Meni qattaligimni nima qilasan? Aytyapman-ku, Turkiyada bo'laman deb. Aldashni boshlayapsiz-a? Bo'pti. Hazillashma. Bo'ldi, yetadi. Qornim och, yur ovqatlanamiz. Nega? Men ovqatlanib bo'ldim. Kim bilan ovqatlanding? U ana u yerda bitta bola bor ekan. Kamol ekan oti. Yo'qdimi? Bo'yi sizga o'xshagan baland. Ishdan bo'shab ketadi-ku. Bo'shasin. Yaxshi. Hamma erkaklarni ishdan bo'shataveraman unda. Tushundingmi? Bo'pti, yuring, hazillashdim. Ha, xola. Kevoldinglarmi? Kevoldik. Yaxshi. Oyim qanilar? Uyga kirib ketdilar. Voy, muzdakkina qilib o'tiribsan-a. Oyisi nima dedi? Nima derdi? Yerdan chiqqan qiz bo'lsa, boshiga yasov qilardi. Beraman dedimi? Beradi. Vermay qayerga borardi? Endi to'y bo'ladi? Xudo xolasa. Voy, mazza. Shaydoni yo'ligini bildirmabsan, baraka top. Hamma yo'lani tozaladim, changlarni artdim. Yana bu narsa qilish kerak bo'lsa ayting. Yo. Assalomu alaykum.
Sen nega kelding? Sizdan o'sha kungi uchun uzr so'ramoqchiman. To'g'ri, mendan xato o'tdi. Lekin men aybim onamni suratini so'raganim bo'ldi. Ko'rdingmi? Ko'rdim. Kechira olsangiz kechiring. Endi nima qilsa ham sizni nevarangiz ekanman. Sizni qoningiz oqar ekan. Shuning uchun sizga o'xshab jizzakidurman. Menga o'xshamaysan. Men boshqa, sen boshqa. Xo'p, mayli. Meni kechirasizmi, yo'qmi? O'zingizga havola. Men kelib kechirimimni so'radim. Mayli, yaxshi qolinglar. Xola, nima xolayapti bu qiz? Nimaga kechirim so'rayapti? Sen aybdorsan shunga. Xola, nima qildim yana sizga? O'zimmi xolajonim? Undan ololmagan alamingizni mendan olasizmi? Mayli, sizni urishingiz ham menga yoqadi. O'zi keyingi paytlarda uramish bo'lib ketyapman. Aha. Oxiri ish qilib yaxshilik bo'lsin. Yaxshilik bo'lsin. Nimadir qilish kerak bo'lsa, qiling yana. Chiroyli ovqat qilaylik. Bo'pti, nima ovqat qilamiz? Karam do'lmami? Mayli, yur, ketdik. Dadasi. Mana qizingiz so'rayapti. Allo. Dada, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha, xudoga shukr. O'zing yaxshimisan? Rahmat. Nima gaplar? Ha, yana 3 kunga qoladigan bo'ldim. Voy. Bu yoqda dam olaylik deb qizlar qo'yishmadi. Ha. Lekin shunaqa ham chiroyli joy ekan, dada. Borganimdan keyin bu yil siz bilan oyimni albatta yuboraman. Ha, mayli bolam, mayli. Ha, mayli, bemalol ishlaringni qilaver. Qizlaring yaxshi. Oying sog' salomat, men ham yaxshi, hammasi joyida. Xavotir olma. Bemalol ishingni qilaver, xo'pmi? Konferensiyang tugadimi? Ha, tugadi. O'shanga biletni cho'zdirdik. Havo shunaqa ham zo'r, 20-22 daraja. Toshkent rosa issiq dada. Oyim bilan bir hafta 10 kunga kelib dam olib ketsanglar, shunaqa ham yoqadi sizlarga. Mayli, xudo xolisa borarmiz. Borarmiz, nasib bo'lsa. Bo'pti, dada. Ha, mayli. Yaxshi o'tiring. Mayli, sog' bo'l, salomat bo'l. Ha, 3 kunga qolar ekan yana. Yetti, menga ham yetti. Yaxshi deyapti-yu, ko'rmaysizmi? Allo. Assalomu alaykum. Habib, qalaysan? Durustmisan? Yaxshimisiz? Xudoga shukr, o'zing qalaysan? Yaxshi. Qon bosimingiz oshmadimi? Yo'q, o'shanday. O'zing qalaysan, dorilaringni ichyapsanmi? Ichdim. Bir xabar oling deb qo'ng'iroq qildim. Ha, rahmat bolam. Kasalxonadan qilishdi menga. Qochganimizni bilib qolishibdi. Menga qara, Habib. Biz qochib sen bilan pulni to'lamabmiz-ku. Yo'q, uni qarang. Shunaqa bo'pti. Ana, keyin men nima qildim? Darrov nabiramni jo'natdim, to'lab keldi o'zi. Arzimagan pul ekan. Xavotir olma, hammasi joyida. O'zim ham to'lab qo'yardim. Yo'q. Men to'ladim hammasini. O'zingda nima gaplar? Ha, men ham ishdaman. 1-2 kunda ishim bitib qolsa, borib sizdan xabar olaman. Ke bolam, kutamiz seni. Miyomaga qara, Habib. Qaysi ovqatni yaxshi ko'rasan? Aytgin, onang tayyorlaydi. Men ovqat tanlamayman. Yo, aytgin endi, mazza qilib yeysan-da endi. Ishdan keyin. Mayli, lo'li osh qilinglar. Lo'li osh, bo'ldi. Lo'li oshni yaxshi ko'rar ekan. Bo'ldi, kutamiz. Men unaqa ovqatni bilmayman pishirish. Bo'pti, qilamiz nasib bo'lsa keyin. Tezroq kel, xo'pmi? Tezroq kel. 1-3-4 soat o'tiradigan bo'lib kelgin, xo'pmi?
Mayli, harakat qilaman. Mayli, ko'rishamiz. Xo'p. Men uni pishirishni bilmayman-u. Qanaqa qiladi uni? Qo'shnilarchi? Qo'shnilar lo'li oshni biladimi? Siz ham g'alatsiz. Ammaga qara, zakaz bo'ladimi? Zakaz qilsak bo'ladimi? Dastlabkiga? Unaqa ovqat umuman yo'q-ku, ularni ro'yxatiga. Menga qara, internetga kir, internetga. Vaqt bor. Sharmanda bo'lmaylik endi. Va'da berib qo'ydim. Siz o'ylaysiz internetda lo'li oshi yoziladimi? Har balo yozilgan bu internetingda. Voy, ulaqoli. Men qilmayman unaqa ovqatni. Mayli. O'zingiz qilasiz. Menga qara. Yo'q, o'zingiz qilasiz. Qo'l bola Menga qilib, qara. ana o'zingiz. Menga qarang. Ha. O'g'limni ko'rdingizmi? Menga qara. Men to'g'risi uni tanimadim. Shunaqa o'zgarib ketgan, Xudoga shukr. Ana. Do'st bo'lib yotdik. Do'st bo'lib suhbat qildik bir necha kun. Tushunyapsanmi? Ko'zlarida mehr paydo bo'lyapti. Baribir qon tortadi-da. Xudoga shukr. Onasi. Qarang, qo'rs. Tarbiyasiz. Ha, bor edi. Deganingiz. Bor edi. Mana Xudoga shukr. Ancha o'zgardi. Ustoz. Ke. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke. Xush kelibsiz. Yaxshi o'tiribsizlar. Keling. Qani. Yaxshimisan? Kech bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Assalomu alaykum. Ke, mana bu yerga. Keling, o'tiring. Qani. Qani ustoz bir duo. Amin. Tansihatli bo'lsin. Alloh akbar. Qalaysan? Durustmisan? Rahmat, Xudoga shukr. Ustoz, qayerga qochib ketdingiz? Qo'yaver. Yosh bolaga o'xshaman, Xudo tavba. Nega aytmadingiz o'shanda? Men choy qo'yib yuboray. Ovora bo'lmang. Qayerga ketib qoldingiz? Ha, endi shunaqa bo'ldi. Mavrudi keldi. Qarasam imkoniyat bor. Hamma yog'im soppa-sog', nima qilaman yotib. Keyin qarasam, Habib ketmoqchi. Men aytdim, u ketsa qaytib kelmaydi. Shuning uchun birga chiqaylik dedim, birga chiqdi. Shu xolos. Meni tergovim bordi. Tergovlardan chiqib, ovqatlarni olib Balinsaga borsam, yo'q deydilar-da. Ha, endi shunaqa bo'lib qoldi. Men ham tarixda. O'zingiz yaxshimisiz? Xudoga shukr. Habib yaxshimi? Ha, yaxshi. Mana hozir qo'ng'iroq qildi. Yaxshi. Gaplashdingizmi? Ha, tuzuk. Xudoga shukr. Ancha tuzuk. Licheniyingiz tugadimi shunda hozir? Ha, endi tugadi hammasi. Hushimdan ketdim xolos. Nevaram ham ukol qildi. Shunchaki hushimdan ketibman-da xolos. Mayli. Hammasi joyida. O'zingiz ehtiyot qiling, ustoz. Ha, endi yoshim ham bir joyga borgan. O'tkir, u bilan ham hisob-kitob qilish kerak. Bilasanmi? Odamlar bu dunyoga kelib ketyapti. Yangilariga joy bo'shatib berishimiz kerak. Ha, umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi ekansiz, ustoz. Xudoga shukr, yaxshi. Mayli, sizni kech bo'lganda bezovta qildim. Menga ruxsat Yo'q, berasiz? bezovta qilmading. O'tir, ovqatlanamiz. Yo'q, mayli, rahmat. Choy ichib ket. Yo'q, rahmat. Kenayin bo'lmasa qo'ymaydi. Kelding, endi o'tir. Xo'p. Bilasan-ku kenayin. Xo'p. Assalomu alaykum. Ha, bolam. Yaxshi keldingmi? Yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? O'zing yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Nima gaplar? Tinchlik. Doda qalay, tuzukmi? Yaxshi. Qon bosimi ozgina oshibdi. Ha. Shunga yonimda qol deganlariga yo'q deya olmadim. Yaxshi qilsan. Nima qilsam, har holda o'zingni otay. Sevinch ko'rinmaydi oyi. Simillagan. Sar harakat qilsa, charchab, mudrab qoladi. Ishxonada unga yer choptirasanmi? Nima qilasan? Og'ir ish qildirasanmi? Kabrlarga o'xshaydi. Ovqat yegan so'hal mudrab qulab qoladi. Bor, ko'zim oldi mudraba deb haydab bordim. O'zingizda nima gap oyi? Yaxshi gap. Bugun sovchilikka bordim. Xo'p. Nima xo'p? Oyisi, o'zinglar bilasizlar nima qilsanglar, menga farqi yo'q dedi. Tavba, ona ham shunaqa befarq bo'ladimi? Tavba. Ha, nima qilsak o'zimiz bilsak, buyog'i to'yda bo'lam. Ali-chi, Ali ko'rinmaydi? Gapirma. Nuqul meni aldigan. Ushlab oldim uni. Qatta?
Kasalxonada. Shaydoni uydan chiqayotgandik. Qarasak, dorixonaga kirib ketyapti. Kelida poylab bordik. Qani yur dedim. Oldiniga telefon qildim. Qattasan Ali aytsam, ishdaman deydi. O'zi dorixonada. Hapsanimi dedim. Ketiga tushdim. Ketidan borib anaqaga bordim. Kasalxonaga. Xo'sh, kim bilan ekan? He, og'aynisi, oqqan bo'lib qopti. Shuni ochiq oyda esa bo'lmaydimi? Onasiman-ku. Nimaga yasharadi xuddi o'g'rincha ish qilayotgandek? O'zimni bolamga o'zim poyloqchilik qilib yuribman. Og'aynisi ekanmi? Ha? Og'aynisi ekan. Eng yaqin og'aynisi ekan. 1-2 pul so'ragandi. Beruvdim, lekin qara o'zing to'laysan degandim. To'layman dedi. Shunaqa bag'ri keng bolalarni tuqqanimdan xursandman. Hammaga yaxshilik qiladigan. Ehson qiladigan. Bolalarimdan xursandman. Shaydoni ko'rdingizmi, oyi? Sharbatda qildi. Nima qildi? Qaynanasi lamon qilgin degan ekan. Ha, bu lamonni bilmaydi-ku. O'g'li eri unga aldash o'rgatibdi. Bir gal tayyor lamon olib kelib beribdi, qaynalari bilan. O'zim qildim deb qozonga solib qaynanasiga suzib beribdi. Aldashibdi. Keyin yana lamon buyuribdi qaynanasi. Lamonni shunchalik yaxshi ko'rar ekanmi desam, sinagan uni. Bir zamonda qizim lamon yegisi kelyapti deb olib borib qo'ysam bo'ladimi? Ko'zi ola-kula bo'lib ketdi ani xotini. O'zi sal tezroq emasmi? Qiladi. Qayna qanaqa? Lamon bor. To'q, oyi. Men kiyimimni almashtiray, oyi. Semishga ham olakaga semishga chaqib o'tiramiz. Xo'p. Asalim. Tavba. Yolg'onni tegi darrov chiqadi-ku, shuni bilmaydi-ya yoshlar. To'g'risini aytmayman, lamon qilishni bilmayman deb. Tamam. Yo'q, haydab boramidi. O'shancha o'zbeklarda qiyin dedim-da. Kelinlar sho'lo o'zini ming ohangga soladi. Shu xonadonga yoqaman deb. Oxiri yolg'onni tegi chiqadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chaqirtirgan ekansiz. Ha, chaqirtirgandik. Haligi kechagi analizlar to'g'ri chiqdi. Ertaga operatsiya. Bosh shifokor bilan gaplashsangiz, hammasini tushuntirib beradilar. Demak, ertagayoq operatsiya qilsa bo'ladi. Ha, ha. Rahmat. Xo'p, sog' Rahmat bo'ling. sizga. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Men Aliman. Va alaykum assalom. Ha, tanidim. Analiz javoblari chiqdi. Hammasi juda yaxshi. Doktorlar kutgandek. Shunga operatsiyani ertaga qilsak bo'ladi deyishyapti. Tekshiruvdan o'tib, yana operatsiyaga tayyorgarlik ko'rish kerak ekan. Menga qara. Oldin men sen bilan ko'rishib, gaplashib olishim kerak. Nimani gaplashamiz? Hammasini gaplashdik, kelishdik. Xo'p dedingiz-ku. Nima, aynimoqchimisiz? Yo'q. Sen bilan gaplashib olay. Keyin shunga qarab ish qilaman. Xo'p. Shu kecha kelgan kasalxonangiz yonida kafe bor. O'sha yoqqa kela olasizmi? O'sha yerda gaplashamiz. Yaxshi. Bir soatda o'sha yerda Yaxshi, bo'laman. kutaman sizni. Xo'p.
Uzr. Qo'rqitmoqchi emasdim. Nimaga unaqa qilasiz? Men ataylab qilmadim. Yo'limdan chiqib qolding-da. Tinchlikmi? O'zi ishim bor edi medistrada. Yo'q bo'lib qolsam darrov bilinar ekan-a? Sizni qidirib chiqmadim. Medistralaringizni qidirib chiqdingizmi? Yo'q. Ha, nimaga chiqdingiz? Akam chaqirib qoluvdilar. Akamni oldiga ketayotgandim. Akangizmi yo medistrami? Rashk qilyapsanmi? Rashk? Rashk qilib bo'libmanmi? Rashk qilmaymanman. Alda. Ko'proq alda. Mayli, men akamning oldiga borib kelishim kerak. Tinchlikmi? Keyin men hech qachon seni aldamayman. Va'da beraman. Akam chaqirdi dedimmi? Demak, akam chaqirdi. Qachon kelasiz? Tez kelishga harakat qilaman. Sog'inib qolishga ham ulgurmaysan. Jinni. Bo'ldi, palatanga bor endi. Qo'rqitib yurmang boshqa. Yo'q. Yuragim yorilib o'laman. Assalomu alaykum. Habib, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? O'tiravering. Yaxshimisiz? Ha, Yaxshi bo'lib qoldingizmi? yaxshi. Doda yaxshimilar? Rahmat, yaxshilar. Siz yoningizga bir maslahatli ish bilan keldim. Xo'p. Ertaga ish yopiladi. Najotning ishi sudga oshib ketishi mumkin. Shunga agar iloji bo'lsa bugun borib arizangizni qaytarib olsangiz. Najot qilmishiga yarashasini olish kerak.